لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Biz mana kuniga 100 marotaba takrorlashga buyurilganmiz sunnatda. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim kuniga 100 marotaba ushbu zikrni qaytarsa, qiyomatda undan yaxshiroq amal bilan hech kim kelmadi dedilar. Va kechgacha shaytonlar unga yaqinlasha olmaydi. Va bu zikrni kim 100 marotaba etsa, 10 ta qulni ozod qilgan ajr beriladi. 100 ta hasanat yoziladi, 100 ta sayyiat o'chiriladi. Shunaqa ajrlar va'da qilingan zikr. Nima zikr bu? La ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu lahul mulk lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qadir.